Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Yana bir Fayziya xonadonimizni kvartirasini pulni jihozlab topshirdik. Bu oshxonasi, kuxonniy mebelimiz Krashniy Endexda bo'ldi. Razmeri 5,5 metrga, balandligi 250 joyga o'rnatganmiz. Bu yerda duf kontrlarini, bu yerda duxovka, gaz plita, vichkalarni joylab berganmiz. Bu detskiy yotoqxonamiz, shkaflarni ko'rishingiz mumkin. Klassika fasonda berilgan. Fasadlar Krashniy, откладкали variant qilib. Bu tomonimiz vishilka, pastda tortmalari bor. Chekamiz polka. Bu ispanligimiz, bu yer kompyuter stolimiz. Yotoqxona mebelimiz. Mana bosh tomonlarni polni mягкий qilib berganmiz, ikki chekalarini doskani o'zidan tushirib turib. Zalga qo'ygan peroshkamiz, buni ham откладкали variantda Krashniy fasad qilib tayyorlab berganmiz. Bunimizni razmeri 220, balandligi 250 bo'lgan. Şükür sana Allah'ım, bugünüme sabahıma. Yüreğimde bir ümit var, sen bakırsan halımıza. Şükür sana Allah'ım, yolumu düz sakla her an.